Aziz do'stlar, va nihoyat Mr. Beast shokoladlarini obzor qilib ko'ramiz. Shokoladlarning har bittasining narxi taxminan 110 ming so'm ekan. Общий 440 mingga tushdim. Xo'sh, mana shu shokoladlar narxiga arziydimi yo'qmi? Bugun ko'ramiz. Birinchisi original chokolad. Xo'sh, shokoladlarning hammasining og'irligi deyarli bir xil. Bismillah. Xo'sh, to'g'risini aytaman, mazasi juda ham oddiy, o'zimizning arzon shokoladlarga o'xshab ketadi. Milk chocolate. Xo'sh, milk chokolad yeganimda unchalik mazasi boshida bilinmadi, lekin bir necha soniyadan keyin bir qanaqadir allambalo maza chiqdi. Yomon emas. Crunch deganini yeb ko'ramiz. Wow. Xo'sh, shokoladning ichida kichkina vafelchalar bor ekan. Qarsillab yeyish yash ko'ruvchilari uchun chiqarishgan menimcha, lekin mazasi men kutganimdek emas, unchalik zo'r emas. These nuts. Juda ham qiziqarli ta'm. Hozir hammanglarni kuldirib o'raman, lekin shokoladda ozgina kuygan ta'm bor. Lekin shuni ham odamlarga yoqadigan qilib chiqarishibdi. Meni shaxsiy fikrim, Mr. Beast shokoladlarini boshqa sotib olmayman, chunki uni yarim puliga ikkita undan mazaliroq shokolad beradi.